Всем привет! Oqso'ylarga alohida salom. Kelinglar bugun Japon stili haqida gaplashamiz. Japon stili o'zining asimetrik uslubda kiyimlari, minimalistika va neytral rang uyg'unliklari bilan boshqa kiyimlardan ajrab turadi. Kelinglar bugun sizlar bilan O'zbekistonda aynan shu stilni qaytarib ko'ramiz. Birinchi o'rinda hair and makeupdan. To'g'risini aytaman, bu stilni O'zbekistonda topish qiyin bo'ldi. O'shuning uchun maxsus magazinda tiktirdim. Bu stil hech kimga o'xshash xohlamaydigan odamlar uchun ajoyib kombo bo'ladi. Hattoki kiyim ham oddiy kiyilmas ekan, har xil tarafdan boylab shunaqa stil bilan kiyilar ekan. Kiyimda taliya qanaqa chiroyli ko'rinishini qaranglar. Hijobli qizlar bo'lsa xuddi shunday kimono variantini kiysa bo'ladi. Ikkinchi kiyimni ko'rib, to'g'risi boshim qotib qoldi qanday kiyishga. Oxir-oqibat biz kiyim bilan kelishib oldik. Jigarrang birinchi marta umrimda kiyaman, lekin oq rang bilan juda ham zo'r chiqishar ekan. Buni ham chetki qismdan shunaqa boylab oldik, asimetrik uslub bilan shunaqangi chiroyli tortib ustunda. Shubhasiz Japon stili noodatiy uslubda yaxshi ko'radiganlar uchun. Videoni shu qismda menga yordaminglar kerak. Japon uslubida aynan shu shimni qanday stil qilish mumkinligini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Chunki bu shimni men hech shimma bilan moslab kiya olmadim. O'zbekistonda Japon uslubidagi kiyimlarni faqat bitta magazinda olish mumkin. Imanlay magazinini pastga отметка qilib qo'yaman. Sразу подписка bosib qo'yinglar. Bugungi noodatiy Get Ready With Me sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Всем bye!